Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz fa harfi. Fa harfini qiynalmaymiz inshaalloh. Oson. Bu alohida ko'rinishi o'zi kelganda. So'z boshida faqat boshini yozamiz. Bu yog'i qo'liga o'tib ketadi. So'z o'rtasi. Shunaqa ko'rishda so'z oxirida bo'lsa, xuddi shuni qaytaramiz. Nuqtasi bor. Endi hammasini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq mashq qilishimiz kerak. Kletkani yarmidan boshlaymiz. Ozgina yumaloqcha yozib, uchburchakka o'xshatib. Ustiga nuqta, qo'li. Nuqtasi yopishib qolmasin boshiga. O'rtada keladiganisi bunaqa bo'ladi. Bu yoqda joy qolishi shart. Yopishtirib qo'ymanglar. O'rtada, oxirida ba'da o'tganimiz o'shanga o'xshab ketadi. Faqat bu yoqda yumaloqchasi bor. Hech ham qiyin tarafi yo'q. Yarimta kletkaga. Tepaligiga yarimta, bu yog'iga uzuniga ikkita kletka. Qo'shib yozishga ham hammasini harakat qilinglar. Mana shunaqa bo'ladi. Endi fa harfiga qanaqa so'zlarimiz bor? Masalan, boshida kelsa, fataha o'tgan harflarimizdan fataha yodlab ketsanglar, yana ham yaxshi bo'ladi o'zingizlarga. Fataha degani fataha ochmoq. Bu fe'l, ochmoq. Открывать. Qur'onda Fotiha surasi bor-ku, kitobni ochuvchi deb daslovni перевод qilinadi. Fataha asha so'zdan masdar deydi. Uni keyinchalik o'tamiz inshaalloh. Miftahun. Miftahun. Bu cho'zgani arab tilida uzun, dolgое ударение deymiz. Oddiy qilib tushuntirganda. Miftahun. Odam gapirganda ahamiyat berib tursanglar, o'zingizlar bilib olasizlar. Qayerda dolgое ударение bor, qayerda yo'q. Miftahun degani bu kalit. Ochmoq so'zidan образованно от слова фатаха. Shu fe'ldan yasalgan. Bu masdar deydi. Yoniga, например, sufiks yo'q. Pristavka qo'shsak, уже boshqa so'z. O'zbekchada pristavkani bilmayman. Kalit. Masalan, yana fakara. Kafda o'tmadik, keyingi darslarda o'tamiz, mayli. Fakara. Fakara bu o'ylamoq degan. Думать. O'ylamoq. Fakara. Yana daftarun. Daftar. O'zimizda. Daftarun. Mana qaranglar, d o'zidan keyin qo'li yo'q. Shuning uchun so'z boshidagi f'ni ishlatamiz. Daftarun. Cho'zmayapman, chunki bu yerda dolgое ударение yo'q. Daf to'xtayapmiz. Ikkinchi согласный kelyapti. Shuning uchun biz bu yoqqa sukun qo'yapmiz. Daftarun. A kelyapti. Daftarun. Bu tanvin. O'tdik sizlar bilan. Именительный падеж. Daftar.
Shunaqa. Darsimiz tushunarli bo'lyapti deb umid qilaman. Hammanglarga yoqyapti degan niyatdaman. Inshaalloh bundan ham yaxshi darslarda ko'rishguncha xayr. Yaxshi dam olinglar. Ila liqa, ma'assalama.